Salom, aziz haqiqat izlovchilar. Darslarimga qiziqishingiz borligini ko'rib, qilayotgan ishim Xudoga yoqadigan ish ekan deya xursand bo'lib yuribman. Haqiqat izlovchilar soni hech qachon ko'p bo'lmaydi. Chunki Xudoga yaqinlashish oson emas. Shuning uchun ozchilik bo'lsak ham achinmang. Haq biz bilan bo'lsa, bizga o'xshaganlarni o'zi yuboradi. Xufiyona rivojlanayotgan bo'lsangiz ham, mening savob xaltam baribir to'laveradi. Siz ham haq haqida tinglayotganingiz uchun savob ish qilyapsiz. Chunki mutlaq haq bo'lgan muqaddim Xudo hammamizdan xabardor va u bilan bog'liq bo'lgan zarracha ishimizni ham inobatga oluvchi Rahmon va Rahim ham o'zi. Bugun 5-darsimizning mavzusini boshlashdan oldin 4-darsimizning xulosasini eslab olaylik. Men sizga Xudo, siz va dunyo uchburchagini chizing degan edim va ular bilan qanday munosabatdaligingizni o'ylab ko'rishingizni tavsiya qilgan edim. Bajargan bo'lsangiz, ekrandagi rasm bilan solishtiring. Bajarmagan bo'lsangiz, marhamat ko'ring va tafakkur qiling. Bu uchburchak mutlaq haqiqat formulasi va bu shakli ruhiyat olami uchun boshlang'ich sinf o'quvchilariga mo'ljallangan ko'rinishi. Oldingi 4 darsda berilgan ma'lumotlarga tayanib, uni anglashga harakat qiling va nayzalar nimani anglatishini tafakkur qilib ko'ring. Men esa bugungi dars mavzusiga o'taman. Bugungi mavzuyimiz yolg'on va yolg'onchi dunyo deb nomlanadi. Lekin men so'zimni yolg'on haqida emas, haqiqat haqida gapirishdan boshlasam, maqsadga muvofiqroq bo'ladi. Chunki odamzod yolg'on dunyoga shundoq ham ochko'zlarcha e'tiborli. Butun e'tibori yu nazari bilan ochofat singari suvlaklarini oqizib dunyoni quvalashdan to'xtamaydi. Shu sababli ular uchun emas, siz uchun so'zlay aziz haqiqat izlovchilar. Mutlaq so'zining ma'nosini lug'atdan, ensiklopediyadan topishingiz mumkin. Google'dan yoki sun'iy intellektdan ham so'rasangiz yetarli javob olasiz. Ammo bu so'zni tasavvur qila olishingiz albatta saviyangiz kengligiga bog'liq bo'ladi. Yuqori saviyali shaxs albatta bu so'zning ma'nolaridan hayratlanadi va u bilan bog'liq bo'lgan barcha ma'lumotlarni bilib olishga darhol kirishadi. Chunki bu so'z odamzodga tanish bo'lgan barcha olamlar chegarasidan chiquvchi haqiqat borligining isboti. U tugamaydigan, to'xtamaydigan, bo'linmaydigan, bo'linganda esa kichraymaydigan, ajralmaydigan, ajralsa ham kamaymaydigan abadiy va abadiyatning o'zi. Mutlaq haqiqat haqida so'z yuritish, hatto fikr bildirish ham oson emas azizlar. Chunki yetuk mutafakkirlar bu mavzuga darhol yuzlanib, har qanday faylasufni aks dalillar bilan chimparchin qilib tashlaydi. Ammo u shaxsni haq gapirtirsa, hech kim bas kela olmaydi. Al-Buxoriyni, Muhammad sallallohu alayhi va sallamni, barcha payg'ambar va avliyolarni eslang. Ularni haq gapirtirgan va ularning so'zi hali hanuz asrlar va makonlar osha insoniyatga ta'sir kuchini namoyon etib kelmoqda. E'tibor bering, haq gapirtirgan deyapman. Kim u haq? Albatta Xudo. Xudoning islomda 99 ta ismi bor va bu ismlar barcha dinlarda zikr etilgan. Ammo mutlaq haq, mutlaq haqiqat degan so'z birikmalari orqali odamzod uchun birinchi haqiqat bayon etilmoqda.
Ya'ni mutlaq haqiqat tushunchasining borligini o'zi biz rost deb yurgan dunyoni yolg'onligini yaqqol isboti. Aqlli inson bunday iborani eshitsa, darhol uni idrok etishga oshiqadi. Chunki aql bunga chanqoq. Bunday qilmagan odam esa aslida aqlsiz. Vaholanki aqlli insonni aldab bo'lmaydi. Aqlli insonni alday olish uchun hatto dunyo ham juda puxta va uddaburon bo'lishi kerak. O'zbekiston shoirasi Farida Afruzning to'rtliklaridan bittasida hamma sen unda haq, men bunda haq deydi, haq esa hayron deya haqni eslatgan. Odamzod mutlaq haqiqatni haqning o'zidan so'ramagunicha uni idrok eta olmaydi va tagiga yeta olmaydi. Vaholanki uni idrok eta olish uchun ham haqning roziligi kerak bo'ladi. Odamlar shu bilimga ega bo'lmaganlari uchun o'zlariga turli haqiqatlarni yasab olishadi va o'sha yasalgan rostlariga ishonishdan to'xtay olmaydi. Chunki odamzodning aqli nimagadir ishonishi shart. Ishonch aqlning poydevori. Aql rivoji ishonchlar algoritmiga bog'liq. Ishonchlar algoritmi sinsa, inson aqldan ozadi, telba, jinni, ruhiy kasal bo'ladi. Sharq donishmandlari nega doim tabassum bilan suhbat qilishlarini bilasizmi? Chunki bandalarning o'ziga va bilimiga qattiq ishonch bilan gapirishlari ularni kuldiradi. Xudoni kuldirmoqchi bo'lsang, unga rejalaringni aytib ber degan hikmatni ham eshitgandirsiz. Odamning bilimi naqadar past bo'lsa, shu qadar o'ziga ishonchi baland va rejalari ko'p bo'ladi. Endi dunyoning yolg'onligini isbotlarini sanab o'tamiz. Birinchi isboti bolalikdagi va yoshlikdagi orzularning ushalmasligi, armonlar ko'pligi. O'ylab ko'ring, hammaning xohish istaklari bir xil, lekin nasibasi har xil. Hatto bir xil mehnat qilganlarning ham natijasi har xil, nasibasi har xil. Va buni dunyo doim ko'rsatib kelmoqda. Odamlar esa bu yolg'onni idrok qilmaydi. Ikkinchi isboti, hamma narsa o'zgaruvchan. Narsalar eskiradi hatto ishlatmasangiz ham. Nega? Qorong'ulik bilan yorug'lik almashadi. Nimaga? Dunyo doim yorug' bo'lib turmasligidan maqsad nima? Nega o'lish va tug'ilish tugamaydi? O'lganning joni chiqdi deymiz, jannatga ketishini tilaymiz, lekin kelganlar esa qayerdan kelayotganini nega o'ylamaymiz? Bu dunyoga jonning, ruhning kirib kelishi haqidagi ilm nega o'rgatilmaydi bizga? Dunyo yolg'onligining uchinchi isboti, odam vujudida mantiqqa to'g'ri kelmaydigan holatlar ko'p. Masalan, nega biz uxlaganimizda ongimiz uxlamaydi, tush ko'radi? Nega biz qarisak ko'ngil qarimaydi? Nimaga biz o'z kelajagimiz egasi bo'la turib o'lish vaqtimizni bilmaymiz? Nega tanamiz bizdan ruxsat so'ramasdan qariydi, o'sadi, og'riydi? Nima uchun siz tanangiz egasi bo'lsangiz uning og'riqlariga chidashga majbursiz? Nimaga gijjalar, viruslar, jinlar tanangizga ruxsatsiz kira oladi va ichingizda yashaydi ham? Dunyoning yolg'onchiligining to'rtinchi isboti, odamlar yolg'on gapiradi. Yolg'on maqollar e'tiqod darajasigacha ko'tarilgan. Masalan,
oilaning sirini tashqariga chiqarmas. Demak, hamma ikki yuzlamachi. Erni er qiladigan ham qora, yer qiladigan ham xotin. Demak, erlar aslida xotindan past ongga ega bo'lgan maxluqmi? Unaqada nega uni nomi er? Erni er qiladigan gapni o'rniga to'nkani to'nka qiladigan, lattani latta qiladigan ham xotin deb ko'ringchi. Kulguli-ku. Bunaqangi ahmoqona maqollar jamiyatimizda keng tarqalgan va o'ylab ko'rsangiz, ularda aslida mantiq yo'qligini, lekin illatlar ko'pligini ko'ra olasiz. Masalan, och qornim, tinch qulog'im. Kichkina odammiz, bizga buyursin bajaraylik, boshimizni og'ritmaylik. Tirikchilik, o'zbekchilik, erkak ham aytadi, ham qaytadi. Er xotin urushi, doka ro'mol qurishi. Har kimning o'zining haqiqati bor. Va hokazolarni o'zingiz ham aytgansiz, to'g'rimi? Nega har kimning o'zini yolg'oni bor demaymiz? Nega erkakning so'zi qasam demaymiz? Nega tirikchilik o'rniga musulmonchilik, o'zbekchilik o'rniga odamgarchilik demaymiz? Nega er-xotin ibosi, oila libosi deyishdan qochamiz? Chunki hech kim o'zini fosh qilishni istamaydi. Vaholanki o'zini Xudo o'rnida ko'rishni xohlagani uchun ularning ko'radigan ko'zi ko'r, eshitadigan qulog'i kar, bo'yi past bo'lsa-da dimog'i baland qilib qo'yilgan. Xullas kalom uyga vazifa. Bugungi darsimizda zikr etilgan savollar ustida tafakkur qiling. Javobingizni o'zingiz uchun yozib qo'ying. Chunki vaqti kelib bu savollarga aniqlik kirituvchi bilimlar sizga ochiladi. Men esa haqiqat nuri sizga hamroh bo'lsin deya nutqimni shu yerda yakunlayman. Xayr, salomat bo'ling.